407 sonli qaror bo'yicha menga qog'oz protokol tuzib berasizlar. Buyrug'ingiz Vazirlar Mahkamasi qarorini ustundirmaydi. Aka, ichki ishlar vazirining 77 sonli buyrug'i bor. Planshetingizda rozi degan fitichka bormi? Bor. O'sha norozi degan joyda men yozib beraman ichiga. 327 yo'l belgi bu yo'lga ta'sir qilmaydi. Znak borligini Bilaman znak borligini. Lekin ko'rmasa qanday amal qilmaydi? Shaxsiy telefondan foydalanish kim ruxsat bergan? Davlat reyestridan o'tmagan. Bu degan emasman sizda. aka, bu ish joyi bor. Men noroziligimni yozsam protokol kelmaydi aka. Mayli aka, noroziman desa, norozilik ko'rsatadi. O'shanga men dalil sifatida hujjat qo'shish degan joyi bor bunga. Siz bilan gaplashsak, siz bilan gaplashak aka. Bu aka xizmatiga qo'shilmay tursin. Nimani? Men bu hujjatimni rasmga olishga ruxsat bermayman. Yo'q, men bu shaxsiy hujjatimni hech kim rasmga olish haqqi yo'q. Hatto o'sha yerda mashina muhorlagan payt keyingan ana shu yerda turadi mashina. Aka, ba'zan ishlamadi. Ertaga keyin aka ertaga ketdi bo'laman. Hozir protokol bo'lgan, endi hozir protokol. Ertaga olib kela olasizmi? Yo'q, hozir protokol berilmayapti aka. Shuni To'rt sonli qaror bo'yicha menga qog'oz protokol tuzib berasizlar. Aka, bizga 77 sonli buyruq asosida Sizni aka buyrug'ingiz Vazirlar Mahkamasi qarorini ustundirmaydi. Aka, ichki ishlar vazirining 77 sonli buyrug'i bor. Xo'p, ichki ishlar vazirining buyrug'i qarang. O'sha buyruq asosida ish faoliyatimizni amalga oshiramiz. Sizga yana aytaman, ichki ishlar vazirining buyrug'i protokolda gaidan so'raysiz. Yo boshdan so'raysiz. Xo'p. Aka, men o'zimga berilgan vakolat doirasida ish ko'raman. Planshetingizda rozi degan fitichka bormi? Bor. O'sha norozi degan joyda men yozib beraman ichiga. Bo'ladi aka, norozi emas deganmi? Noroziman degan joyga ham. Norozi degan joyga yozib berasiz. O'zingiz buni ko'rib turibsiz, bilib turibsiz. Adrelatdan qo'yib, qasddan. Men mana shu masalani ko'tarib chiqmoqchiman. Shunday ekan. 327 yo'l belgi bu yo'lga ta'sir qilmaydi. Qachonki nariyoqdan kelsa, ko'rsa, uni ta'sir qilishi mumkin. Lekin men misol uchun mana shu yerda razvodga kelganman. Bilasiz o'sha narsani. Bilaman. Shuning uchun qo'yganman mashina shu yerga. Yo'q, znak borligini bilaman, znak borligini. Lekin ko'rmasa qanday amal qilmaydi? Siz bilib qasddan qo'yibsiz. Qasddan qo'yganman, men kirishim kerak magazinga, go'sht markaziga. Bilib turib qilyapsiz. Gap bilganda bilmaganda emas. Siz mendan so'rayapsiz. Qaznak borligini bilasiz o'zingiz. Aka, noto'g'ri turibdi-da qaznak. Alo. Bu borasida sizga murojaat qilaverasiz aka, bemalol. Oh. Telefon qilaman hozir. Bo'pti, xo'p. Shaxsiy telefondan foydalanish kim ruxsat bergan? Davlat reyestridan o'tmagan. Bu degan emasman sizda. Aka, bu kamera yo'q vaqti Ha. shaxsiy telefondan foydalanish bor. Qayerga yozib qo'ygan uni? Vazirlar Mahkamasi Lexusdan qidiramiz, ha? Aniqini aytaman sizga. Bu surat keyin elektron planshetga boyagi protokol bor-ku sizga. O'shanga kirgizish maqsadida hujjat qo'shish joyi bor. Men noroziligimni yozsam protokol kelmaydi aka. Mayli aka, noroziman desangiz, o'sha noroziligingiz ko'rib chiqadi. To'g'rimi? O'shanga men dalil sifatida hujjat qo'shish degan joyi bor bunga. Xo'p. Anaqa rasmi bilan boradi-ku. O'sha joyga rasm bilan qo'ydim. Anaqa joylashtiraman. Bodi kamerasi yo'q xodimga o'zi odatda hujjat berishga majbur emasman-ku. To'g'rimi? Gaida shuni. Yo'q, gaida degan ichki ishlar organi xodimsiz, ichki ishlar kirasizlarmi? Aka, xohlasangiz Xizmat guvohnomasini ko'raverak aka. bo'ldi. Siz bilan gaplashsak, siz bilan gaplashak aka. Bu aka xizmatiga qo'shilmay tursin. Saftor Umurzoqov Javohir. Yusufjon o'g'li, boshqarma boshi amal qilish muddati 29-10-gacha. Tezlashtirib bersiz, men ketaman aka, hozircha ketishim ishtorim bor. Agar protokol haqiqatan noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, yana yuqori surish organlariga murojaat qilaverasiz, kerakmi? Nechinchi modda? Nima nechinchi? O'sha murojaat qilish haqida modda nechinchi modda?
endi ana shunaqa murojaat qilasiz dedi, endi qonunda qaysi yozilgan demoqchiman. Tushundingmi? Salom. Xotir yaxshi emas. Aka siz ta'minlashni chiqmayapti. Ma'lum. 734-qonun 135-modda bilan kengaytirilganda ID karta yoki biometrik pasport bo'lsa, boshqa hujjat talab qilinmaydi. Men elektronlik planshetim orqali chiqmayapti deb aytdim sizga. Bu ID karta xato yo boshqa deymami? Guvohnomangiz xato deymami? Aka moshin kimning nomida? O'zim nomim. Hujjatlar chiqmayapti, topilmayapti. Topilmayapti. Men nima degandim? Faqat hozir kech qolyapman. Shuni tezlatib bersangiz, men yozib bering dedim. Ha, yozyapman, aka. Просто mana ma'lumotlarni kirgizyapman. Odam tekshirmas. Nima yozayapti? Aznak. Mashina chiqib ketish uchun chiqardingiz mashinani. Mashinamni mashina chiqib ketish uchun chiqardim. Bu bir asosiy sababi. Lekin sizni men o'zim taklif qildim, menga yozib bering bo'lmasam deb, to'g'rimi? Sabab bergan men ana shu 320 metrga yetmasdan qayrilib kelganman. Kelgan sabab. Endi haqqim bor qayrilib olishga. Endi 320 metr ko'rinmaydi. Ko'rmagandan keyin amal qilmaydi. Go standartga javob bermaydi. 320 metr. Davlat bekor go standart qo'ymagan-ku. Bu znakni biz qo'ymaganmiz. Siz qo'ydingiz deganim yo'q, hali. O'sha qo'ygan tafsilot noto'g'ri qo'ygan. Mana narigi tomonda turgan to'g'ri. Unga pretenziya yo'q. Mana turibdi. Ertalabdan kechgacha shu yerda turadi, mana shu yerda ishlaymiz, qarab qo'yamiz. Aka, hokimiyatda shahar loyihalash degan bo'lim bor-da. O'sha yerga murojaat qiling. Murojaat. Xonamning oldinga parkini. Aka siz gapirib turing, siz xizmatdasizda, xizmatingizni ertalab o'tang aka, og'zingizga ketishim kerak. Mana atayin boyatdan men qayta ko'raman. Chiqmasa endi bo'lmasa bering, ketaman. Chiqmasa bo'ldi, bering ketaman. Aka, elektron planshet orqali buni Amnamiya naqlida qaytadan chiqmasa berasiz. rasmga olaman. Nimani? Men bu hujjatimni rasmga olishga ruxsat bermayman. Ma'lumotlaringizni. Yo'q, men bu shaxsiy hujjatimni hech kim rasmga olish haqqi yo'q. Bo'ldi, endi qarang, gap eshitdim. Bo'p, gap eshitdim. Hozir ba'zi ishlamayapti. Ba'zi ishlagandan keyin baribir norozisiz, to'g'rimi? Men noroziman. Men buni hujjat boyagi rasmga oldim. U ko'rdi. O'sha rasmni joylashtirib, protokol jo'nataman. Yo'q, u men rasmi bilan boradi. Keyin bizdan yuqori turuvchi organga sudga yozasizmi? Men yozib, bemalol bekor. Men yozish jarayonidan noroziligimni bildiraman. Menga kelgandan keyin emas. Planshetda 38-sidami, 32-sida yozilgandi. Rozi petitsiya, norozi petitsiya. O'shanga noroziga qo'ysangiz, keyin chiqadi. Nimaga norozi, to'g'rimi? Keyin yozaman. Keyin yozaman men. Mana narsaga noroziman deyman. Aka, u yoziladigan joy yo'q bunda. Kim aytdi yo'q deb, aka? Demak siz planshetingiz eski. Uni yangilang deb. Aka, versiyasi hali bizniki yangilmadi. Endi oxirgacha yangilanganda va siz aytgan bo'limlar qo'shiladi. Endi qaranglar, biz tomonidan ayb bo'lsa, biz o'sha narsa uchun badal to'layapmiz. Endi hozirgi sizlar tomonidan bo'lsa, yo men noroziman. Yo qog'oz protokolga yozib bering, 4-7-sonli qaror bo'yicha yoki bungiz planshetingizda norozi degan joyda yozadigan joyini chiqarib bering. Amnamiya naqlida yana bitta ko'r, norozi yoziladigan joy yo'q. Norozi yoziladigan joy yo'q. Planshet terizangizda yana bitta Norozi degandan keyin yozadigan joy chiqadi, avtomatik o'zida planshetda. Yo'q, bizga chiqmaydi. Hech kim yo'q ko'rsatmaydi. terizangizda yana bitta ko'r. Kech qolgan. Har kun shetda mashina xohlagan payt kelinglar, mana shu yerda turadi mashina. Siz menimcha yangi xodim bo'lsangiz kerak. Yangi mashina bilmadim, 2 yil bo'ldi aka xizmat. Baribir hali yosh xodimsiz-da. Shunday. Endi yangi deb aytlarmi? Bizdan yoshsiz-da, hali bilinib turibdi-da. Yoshman aka. Hozir turaversinmi? Sizdan 5 yosh kichkina edi. Turaversin, deyman. Aka, ba'zan ishlamadi. Ertaga keyin ertaga chetda bo'laman. Hozir protokol bo'lganda, imini hozir protokol. Ertaga olib kela olasizmi? Yo'q, hozir protokol berilmayapti aka. O shuni bitta so'rab ko'ring, misol-uchun qani rahbariyatga bitta so'rab ko'ring. Qog'oz protokol beringlar, talab bo'lyapti deng. Qarang, hozir protokol
sizga ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib berilgan paytidan boshlab 15 kun ichida elektron planshet berilishgacha berilgan. Undan keyin qog'oz protokol berilmadi. Lekin berilishi kerak, chunki Vazirlar Mahkamasi 407 qarori bor. Ichki ishlar organi xodimi misol u mana uchastkovoy bo'ladimi, u boshqa bo'ladimi, любой agarda misol uchastka bitta chek turibman misol uchun, chek turibman, to'g'rimi? Yozish kerak. Chek etgan joyimda bir uchastkovoyga yozayotgan bo'lsa menga, men o'sha narsani talab qilish haqqim bor. To'g'rimi? Chunki chiqarilgan narsa. Qonun ishlash kerak, ishlash uchun chiqarilgan. Bizda ish faoliyatimiz qaror asosida amalga oshirilmaydi-da. Yo, buyruq Vazirlar Mahkamasining qarorining ustida emas. Tushundim aka, men sizga abadiy eshitdim. Ha, eshitaman. Ta'til qilish xizmatining faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 200 buyruq bor. O'sha buyruq asosida ish faoliyati amalga oshadi. O'sha buyruq asosida bodi kamera, elektron planshet, shoker, qurilmalar berilgan. O'sha borasida ish olib boramiz. Ish faoliyatimiz o'sha borasida olib boramiz. Sani bilaman. Sizda buyrug'ingizdan hech qachon borki, u siz aytgan ichki ishlar vazirining kimdir aytgan buyrug'i, misol post patrul xizmati berilgan buyruqdan Vazirlar Mahkamasini qarori past turmaydi, u amal qilish kerak. Yo, siz tushunyapman. Lekin yo boshqa demayapman. Biz ish faoliyatimiz amalga oshiramiz. Demak noto'g'ri-da. Bir-biriga noto'g'ri-da, bir-biriga. O'shanga asosan ish faoliyatimizni amalga oshiramiz deb aytyapman sizga. Bir-biriga noto'g'ri. Endi qarang. Asosan beriladi. Men uni ustun, qaror ustun yo vazir buyrug'i ustun demayapman. Endi qarang, bizning vazifamiz aka, 20 metr yo'l jo'natib qo'yilgan joyga ma'mur bayonnoma rasmiylashtirish. Siz vazifangiz emas aka. Siz vazifangizni adashtirmang. Post patrul xizmat xodimi vazifasi tinchlik saqlash. Bu sizga qo'shimcha ravishda berilgan. Ha, u ham vazifangizga yo'q, vazifangiz kirmaydi. Bu vakolatingizga kiradi. Vazifangizga kirmaydi lekin. Vazifa bilan vakolat farqi bor aka. Sizga men o'sha hurmatdagi odam to'g'risida men unda gapirishga to'g'ri ana qilyapman-da hozir. O'sha vakolatimiz doirasida ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib berishda sizga. Uni keyin bemalol sudga yozib yutib chiqsangiz, mayli, biz noto'g'ri tuzgandirmiz. Lekin o'sha yerga 320 metr yo'l belgisi qo'yilgan. Biz o'sha narsani tuzishimiz kerak. Noto'g'ri o'ylaysiz aka? Yo'q, sizning noto'g'ri qo'yilgan bo'lishi mumkin. Siz o'sha narsani siz misol uchun ongli ravishda borku, noto'g'ri qo'yilgan sizga men isbotlab beryapman hozir. Aka, menda holat, menda holat deb. Lekin shu yerdan chiqqan taqdirdagina, to'g'rimi? Xo'p. Men to'g'ridan kelganimni isbotlab bera olmaysiz? Yo'q, o'sha narsani bilib turib, siz aytayotgan narsangizni men tushundim-da. Hozir borilganmi yo'q, uzoqlashib ketmaydi. Hozir ko'raman, lekin bu to'ppa-to'g'ri aytasiz. Men yolg'on demayman. Buni aniqlashtiramiz. Men yana surishtirgan. Masalan, odam bilmaydigan narsa. Shunday. Men mana shu narsa qiziqib, hozirgi o'zi ketaman. Shunday, kiriting. Bu siz tuzilgan taqdirdan bo'lsa, aytganingiz, attestatsiyadan bo'lsa, sizlarning yo'q. Lekin bu narsa to'g'ri. Buni aytgan ko'ramiz. Pasporti bo'ladi o'zining. Mana shunday. To'g'ri vaziyat uchun siz ko'ring, bu narsa oydinlik kiritak, keyingi sizdan keyin keladigan odamlar uchun ham bu tushuncha bo'ladi. To'g'ri. Chunki kimdir nimadir deb gapirmasa, bu narsa qolib ketaveradi, shu bo'yicha. Agar lekin haqiqatan boyagidek pasport bergan amal qilagan bo'lsa, именно siz uchun borib qog'oz protokol olib kelaman. To'g'ri. Eshitdim. Gaydan olib bo'lsa ham, gaydan rostdan aka o'zimiz bazada berilmaydi. Gaydan bo'lsa ham olib keling, men o'sha narsani olib chiqib, oydinlik kiritib, men ijtimoiy tarmoqlarda men o'zim kanallarim bor. O'sha kanallarga chiqaraman, iminli o'sha bo'lgan holatlarni va bu zominlik bo'lgan holat men o'zim ko'radigan ko'p podpiskalarimiz bor, ko'radiganlar o'sha narsani o'zlari to'g'ri qilib chiqarib keyin bemalol chunki qaysi saytda aka? YouTube'da bor Гражданский контроль. Гражданский контроль? YouTube'da Гражданский контроль bilan ishlaysiz. Kilinchida. O'z Instagramda bor o'zimizniki boshqa. U ham sizami? Yo'q, Instagramda o'zim Nuriddin Xolbek deb chiqadi. Wi-Fi o'chibdi-da. Bo'ldi, tashlab olamiz bu. Rasman aka, lekin ertaga o'zim kelaman. Bo'ldi, mashina har doim shu yerda. Ishim shu yerda chunki. Yo'q, qo'yishim mumkin. Nomerim bor. Bu iftordan chiq. Iftordan chiqib qo'yaman. Yuzga oldim.